onajonim. Men yozuvchi emasman. Nimadan boshlashni ham bilmayman. Lekin nimagadir shu gaplarni sizga rosa aytkim keldi. Xullas, keliningiz homiladorligidan xabaringiz bor. Hozir taksikoz payti, juda qiyin kechyapti. Ishtahasi bo'g'ilgan, nima yesa ko'ngli aynib qaytarib chiqaryapti. Go'shtni-ku ko'rishga ko'zi yo'q. Hamma ovqatning go'shtini o'zim yeyapman. Go'sht chaynayapman-u, ayolimning holiga qarab zahar yeyotgandek bo'laman. Yod yetishmovchiligi bor ekanmi, tez-tez boshi og'riydigan, holsiz, asabiy bo'lib qolgan. Shunda ham bechora ko'nglimga qarashga harakat qiladi. Bola tug'ilgandan keyin unga qarab kechalari uxlamay chiqasan deyishardi. Bola tug'ilguncha ham onaning uxlashi azob ekan. Yo'q, bularni nolish uchun aytmayapman. Shunchaki uning holiga qarab sizga qanchalik qiyin bo'lganini endi tushunyapman, ona. Turib nimalardir yegisi kelsa xursand bo'lib ketaman. Xurma-g'uram topilishi qiyin, qimmat narsalar yegisi keladi, tavba. Hozir sal ishlarim yurishmay turgan payt bo'lsa ham imkon boricha topib kelaman. Yaqinda muhim tekshiruvlardan o'tdi. Hammasi yaxshigina pul turar ekan. Hechqisi yo'q, ortiqcha chiqimlarni yig'ishtirdim. Chekishni tashladim, ulfatlar bilan bekorchi maishatlarni to'xtatdim. Bularni ko'rib, dadamga ham oson bo'lmaganini tushundim. Qizg'a, katta bo'lguningcha ota-onang tarbiyalasa, katta bo'lganingdan keyin farzanding tarbiyalarkan. Hali tug'ilmagan bola bizni tarbiyalab qo'yapti, ona. Men faqat bola tug'ilguncha bo'lgan qiyinchiliklarni aytdim. To'lg'oqdagi og'riqlarni, bola katta qilishdagi azoblarni ta'riflashga meni ham, qalamni ham kuchi yetmasa kerak. Qudrati cheksiz yagona Allohim onani ham bejizga yagona qilib yaratmagan ekan. Farzandlar ko'p bo'lishi mumkin, do'st-yorlar ko'p bo'lishi mumkin, lekin ona bitta bo'ladi. Siz meni borlig'imsiz. Kecha-yu kunduz boshimni ko'tarib yursam ham menga qilganlaringizni ado qila olmayman. Bolaligimdagi sho'xliklarim uchun, o'smir paytim o'simcha aqlli bo'lib, sizga gap qaytarganlarim uchun meni kechiring, ona. Bugun yuzingizga hech qachon ayta olmagan bir gapni aytmoqchiman. Shuncha azoblarga qaramay meni dunyoga keltirganingiz uchun, voyaga yetkazganingiz uchun rahmat. Onajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman.